Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Hurmatli kuzatuvchilar. Biz bir darslarni boshlagan edik. Orada to'xtab qoldi, ma'lum bir sabablar yuzasidan. Shuni davom ettiramiz. Biz birinchi unitani J qismiga kelgandik. Esingizda biz demak har bitta unita Istanbul kitobida har bitta unitani 3 qismga bo'lgan. A qism, B qism va J qism. O'shana J qismiga keldik. Har doimda birinchi bo'lib grammatikani ko'ramiz, mashqlarni bajaramiz, o'quv matnini tarjima qilamiz. Undan keyin yana boshqa mashqlarga o'tamiz inshaalloh. Demak, J qismida bizga berilgan grammatik mavzuyimiz nima ekan? Bizga berilgan grammatik mavzuyimiz zarf fe'llari. Zarf fe'llari bir nechta zarf fe'llari bor. Bu yerda birinchi unitani J qismida faqatgina 3 ta zarf fe'lidan bizga tushuntiradi. Nima ekan bu zarf fe'limiz? Bu zarf fe'l sonuna geldiği kelimeyi, durum ve zaman anlamı katar. Bu fe'lga qo'shilishi mumkin, ismga qo'shilishi mumkin, sifatga ham qo'shilishi mumkin. Qo'shilgandan keyin, o'zi qo'shilgan so'zga qo'shilib kelgandan keyin holat yoki bo'lmasam vaqt ma'nosini bildirib kelar ekan gapda. Gapga demak vaqt ma'nosini qo'shib berar ekan yoki bo'lmasam biron bir holat ma'nosini qo'shib berar ekan. Cümlenin anlamına göre geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zamanla kullanılır. Endi bu zarf fe'llarimiz bu yerda bitta zarf fe'lni tushuntiradi. 3 xil qolibdi. O'zi bittagina zarf fe'li, ken degan zarf fe'lni tushuntiradi. Ism bilan fe'l bilan, sifat bilan kelish. Uchalasi 3 xil holat bo'lgani uchun 3 xil qolib bergan. Bu zarf fe'l agar fe'l bilan keladigan bo'lsa, qanaqa zamon bilan kelar ekan? Geçmiş zaman bilan, ya'ni o'tgan zamon bilan kelar ekan yoki şimdiki zaman, ya'ni hozirgi zaman bilan kelar ekan. Geçmiş zaman qo'shimchasi di. Agar belirli geçmiş zaman bo'lsa, belirsiz geçmiş zaman bo'lgan bo'lsa mish. Şimdiki zaman qo'shimchasi iyor. Gelecek zaman ajak ejek. Geniş zaman ir, ir, ur, ür yoki ar, er yoki rni o'zi. Mana shular bilan birgalikda ishlatilib kelar ekan. Endi qolibini ko'rsak, formulasini. Demak, formulamiz shu holatda bizga berib qo'yibdi. Ko'rib eslab yodlab olish uchun qulay tarzda bergan. Fe'l bilan kelgan bo'lsa, fe'l plus nima zamon eki. Tepada 4 ta zamon sanadi. O'sha 4 ta zamondan bittasini qo'yishimiz kerak ekan. Qo'ysak bo'lar ekan. Geniş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman. Gapga qarab zamonimizdan qo'ydik. Undan keyin agar fe'limizning oxirgi harf ulli harf bilan tugasa, oraga bitta y harfi qo'shamiz. Agar fe'limiz undosh harf bilan tugaydigan bo'lsa, y harf kerak emas. O'shaning uchun buni qovusga olib qo'ygan. Undan keyin nima qo'yamiz? Can degan zarf fe'limizdan qo'yamiz. Can. Bu o'zgarmaydi. Bu demak can bo'lib yoki kun bo'lib o'zgarmaydi. Shu holatda qoladi. Buni qulaylik jihati ham shu, demak fe'limizdan oxirgi ulga qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar yoki ismimizdan yoki sifatimizdan oxirgi ulga qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar can degan qo'shimchamiz o'zgarmaydi. O'z odatda nima bo'lardi? Bizda qo'shilayotgan qo'shimchalar o'zidan oldin kelgan so'zni oxirgi ulga qarab turib moslashardi. Lekin can'da unaqa bo'lmas ekan. Ism bilan kelgan bo'lsa qanaqa bo'ladi? Ism bilan kelsa asosan joy nomlari bo'lsa da bilan kelishi mumkin. Ismda ya'ni joy nom bo'lgan bo'lsa asosan undan keyin da, ya'ni bulunma durum ekini qo'shar ekanmiz. Da, de, ta, te so'z ismimizga qarab qo'yamiz. Undan keyin degan qo'shimchamizni qo'yamiz. Ismimizdan oxir o'li bilan tugasa, yana oraga y harf kelishi mumkin. Undosh bilan tugagan bo'lsa, y qo'yilmaydi. Lekin hammasida ham da keladimi? Yo'q, hammasida ham kelmaydi. Misol uchun pastlik berib qo'ygan cho'jukkan. Cho'juk ham ism, fe'l emas, sifat ham emas. Lekin bunga da kelmagan. Da qo'shimchasi asosan joy nomlari bilan birgalikda bo'lgan paytda keladi. Keyingisi sifat. Sifatga to'g'ridan to'g'ri keyin degan qo'shimchani qo'shar ekanmiz. Agar sifat oxirgi ulli harfi ulli harf bo'lgan bo'lsa, yoniga yana bitta y'ni qo'shib qo'yamiz. Demak, bu yerda nimani ko'ryapmiz? Can zarf fe'lini ko'ryapmiz. Bu juda ham ko'p ishlatiladi. Konuşmada,
ko'p keladi gaplashishda. Kunlik gaplashgan paytda ham ko'p ishlatiladi. Ishlatishga ham juda ham qulay bo'lgan qolip hisoblanadi. Hop, misollarni ko'ramiz. Örnek, misol. Yemek yaparken telefon çaldı. Tepada nimada qoida bo'yicha gapga bu keyin degan zarf fe'limiz zamonni yoki bo'lmasa holatni bildirib keladi. Gapda shu ma'noni qo'shib beradi. Ovqat qilayotgan vaqtimda telefon jing'illadi. Demak, buni vaqtida deb tarjima qilsak bo'lar ekan. Ovqat qilayotgan paytimda degan bo'ladi. Ovqat qilayotgan vaqtimda, ovqat qilayotgan paytimda telefon jing'illab qoldi yoki jing'illadi. Telefon chaldi. O'sha ish qilib turgan paytda, demak, boshqa narsa bo'lib qoldi. Otobüse yetişmek için koşarken düştüm. Avtobusga ulgurishlik uchun yugurayotgan vaqtimda yiqilib tushdim. Demak, yugurib turgan vaqtimda birdaniga nima bo'ldi? Yiqilib tushdim. Tushmoq ma'nosida emas, yiqilmoq ma'nosida. Yiqilib tushmoq ma'nosida. Shunchaki tushmoq ma'nosida tarjima qila olmaymiz. Hazır elin değmişken benim tabağımı da mutfağa götürür müsün? Tayyor qo'ling tegan ekan shu ishga, meni ham tayyorkanmi, oshxonaga olib bora olasanmi? Deymişken, ya'ni restoranda yoki uyda o'tiribdi, menimcha bu. Deylik, uyda o'tiribdi, sherigi uyda kim bo'lagan bo'lsa, stoldan demak tarelkalarni, idishlarni olib ketayotdi. Boshqa bir odam aytadiki, qo'ling shu ishga tegan ekan, o shundoq ham demak idishlarni oshxonaga olib ketayotgan ekansan, menikini ham qo'shib olib borib qo'ya olasanmi deb so'rayapti. Deymişken. Bu yerda demak fe'l bilan kelyapti. Değmek degan fe'l bor. Değmek. Deymişken. Değmek de demak de fe'limizdan o'zagi, unga mish geçmiş zaman, belirsiz geçmiş zaman qo'shimchasini qo'shdik. Zaman qo'shimchasini, undan keyin nimani qo'ydik? Kenni qo'ydik. Keyingisi, babam çocukken çok yaramazmış. Otam bolalik vaqtida juda ham sho'x bo'lgan ekan. Çocukken. Çocuk bu da ism. Undan keyin ismga to'g'ridan-to'g'ri qo'shdik. Agar joy nomini bildirgan ism bo'lgan deydi, bunga ismdan keyin da, de, bulunma, durum ekini qo'shgan bo'lar edik. Düşecekken ablam qo'limdan tutdi. Yiqilib tushayotgan vaqtimda opam qo'limdan ushlab qoldi. Tutmak, ushlab qolmoq, ushlamoq ma'nosida. Düşecekken. Bu yerda düşmek fe'li ejek kelar zaman bilan, undan keyin bilan kelgan. Demak, bu yerda fe'limiz ejek kelasi gelecek zaman qo'shimchasini birga oldi. Tam evden çıkacakken karşı komşum misafirliğe geldi. Endi uydan chiqib turgan vaqtimda qarshi tarafdagi qo'shnim mehmonga keldi. Demak, endi uydan chiqib turgan vaqtda qo'shnisi kelib qoldi. Chiqajakken. Chiqmak fe'li ajak kelar zaman va ken zarf fe'li bilan birga kelyapti. Tatlı sohbet ediyorken birdenbire tartışmaya başladılar. Yaxshi gaplashib o'tirishgan edi degan gapni demak turkchada tatlı sohbet ediyorken desa bo'lar ekan. Yaxshi gaplashib o'tirishgan vaqtida birdaniga urushib ketishdi. Yoki urushishni, tortishishni boshladilar. Hastayken bana en çok Bahar yardım etti. Bahar bu yerda qiz bolaning ismi. Hasta ism, undan keyin kenni qo'shmoqchilik, demak hasta oxir ulli bilan tugaganligi uchun, ulli harfi bilan tugaganligi uchun oraga bitta yeni qo'ydik. Yeni qo'yishlikdan maqsad so'zni, qo'shimchani bemalol, so'zni ham bemalol talaffuz qilishlik uchun yordam chiqardi. Hastayken, kasal bo'lgan vaqtimda menga eng ko'p Bahar yordam berdi. İstanbul'dayken her hafta balığa gidiyordu. İstanbul demek shahar joy nomi bo'lgani uchun ism to'g'ri, lekin joy nomi bo'lgani uchun undan keyin da degan qo'shimchani qo'yishimiz kerak, kenni qo'yishdan oldin. Da qo'ygan bo'lsak, oxiri a ulli bo'lgan hisobiga yana bitta y harfini olib kelamiz. İstanbul'dayken. İstanbul joy nomi bo'lgani uchun, atoqli ism bo'lgani uchun, turkchasida aytgan bo'lsak, o'zal ism bo'lganligi uchun İstanbul'dan keyin qo'shimchani to'g'ridan-to'g'ri qo'shmadik, kesma ishoratini qo'ydik. Mana bu tutuq belgisiga o'xshagan ishorani, belgini turkchada nima deydi? Kesma ishorati deydi. Kesma ishorati. Kesma ishorati. Shuni qo'ygandan keyin qanaqa qo'shimcha qo'ygan bo'lsak, keyin qo'yaveramiz. İstanbul'da bo'lgan vaqtimda yoki İstanbuldaligimda
har hafta Baliqga borar edik. Istanbulda bo'lgan paytimizda har kuni Baliqga borar edik. Demak, gapga ken degan zarf fe'limiz ism bilan, sifat bilan, fe'l bilan kelaverar ekan. Gapga zamon ma'nosini qo'shib berar ekan. Mashqni ko'rgan bo'lsak, 4-mashq. Aşağıdaki, quyidagi bo'shliqlari, bo'sh joylarni o'rnaklardagi gibi, misollardagi kabi. Qaysi misol? Ma'mulaga o'xshab. Shuradan o'rnini olib qilgan deyapti. Gibi, kabi to'ldiraylik. Demak, nechta gap beribdi bizga? 15 ta gap. Shularni nima bilan tugatishimiz kerak? Ken degan zarf fe'li bilan tugatishimiz kerak. Ders çalış ... müzik dinlemekten hoşlanmıyorum. Musiqa eshitishlikni yoqtirmayman. Nima qilayotgan paytimda? Dars qilayotgan vaqtimda. Nima deyman? Ders çalışırken yozamiz. Ders çalışırken çalışırken bu yerda geniz zaman ko'proq tushadi. Geniz zaman. Çalış fe'li o'zagi, undan keyin geniz zaman qo'shimchasini qo'shdim, undan keyin kenni qo'ydim. Film izlemek, izle ... bir şeyler atıştırmak hoşuma gidiyor. Film izlerken bu yerda o'z ulli bilan tugagani uchun geniz zaman qo'ymoqchiman. Ulli bilan tugagan paytda geniz zaman harfimiz r ni o'zi bo'ladi. R ni o'zini yozaman, undan keyin kenni yozaman. İzlerken film tomosha qilgan vaqtimda nimadirlarni yeyishlik, nimadir biron bir narsa yeyishlik menga yoqadi. Atıştırmak degani kino ko'rgan paytda qorinni to'ydirmagan narsani yeyishlikni atıştırmak deydi. Pista chaqish mumkin, misol uchun deylik, yoki o'zimizda nima atıştırmalar bor? Qurt yeyish mumkin, pista chaqish mumkin orada, yoki bo'lmasam biron bir shirinlik, kichkina konfet, nimadirlar orada, demak, film tomosha qilib popkorn yeyishlik mumkin, chips yeyish mumkin. Mana shular hammasini umumiy qilib nima deymiz? Atıştırma deydi turkchasiga. Atıştırmak o'sha biron bir narsa bilan yegan holatda tomosha qilishlik menga yoqadi. Hoşuma gidiyor degani menga yoqadi degan ma'noda. Eskiden işe git ... otobüse biniyordum, artık işe metro ile gidiyorum. Demek avvallari ishga borarkan vaqtimda avtobusga o'tirardim deyishimiz kerak. Eskiden işe giderken buni ham geniz zamonda qilaman, lekin t harfi dan keyin ulli qo'shimcha kelgan bo'lsa t dga o'zgaradi. Nima bo'ladi? Gitar bo'lmaydi, gider bo'ladi. Giderken. T harfimiz ism bo'lsin yoki fe'lli kelsin, undan keyin o'sha so'z o'zagi bo'lib turib, yoki undan keyin yana bir boshqa qo'shimcha kelgan bo'lsa, ulli qo'shimcha kelgan bo'lsa, git fe'liga yana zaman qo'shishga o'xshab, unda t harfimiz nima bo'ladi? D harfiga o'zgaradi. Giderken, avvallari ishga ketayotgan paytimda otobusga biniyordum, avtobusga chiqar edim. Biniyordum nima bo'lib ketib o'tdi? Iyordu. Şimdiki zaman hikoyasi. Şimdiki zaman hikoyasi, hozirgi zamonning hikoyasi iyor bilan do'ni qo'shilgan holat edi. Artık işe metro ile gidiyorum. Endi bundan buyon ishga metro bilan ketyapman. Metro la bo'ta nima bilan degan ma'noni bildiradi. So'zga qo'shilganda la holatda kelardi. Alohida yozilsa nima bo'ladi? Ila yoki ile shaklida keladi. Qalin ullilardan keyin la, ya'ni qalin ullilarimiz qaysi? A, I, O va U nuqtasiz. So'zga qo'shilib yozilgan bo'lsa la, qo'shilib yozilmagan bo'lsa, alohida yozilgan bo'lsa ila. So'zga qo'shgan paytda ini tashlab yuboramiz. Le qachon keladi? Inji ullidan keyin keladi. Ile alohida yozilgan varianti, le so'zga qo'shib yozilgan payt. Inji ullilarimiz nima edi? I, Ö va U. Bular ince, ya'ni yumshoq ullilar va qalin ullilar. Metro demak ulli bilan tugadi. Unga la degan bilan degan qo'shimchani qo'shish uchun oraga bitta y harfi keladi. Metro bilan ketyapman. Shunaqa qilib qolganlarni ham shu tarzda o'zingizlar davom ettirsanglar bo'ladi.
Bu da demak, oldin o'tilgan grammatik mavzularni ham takrorlab o'tdim. Gapim mana shu kitob mashqlarida har bitta gapi qolgan paytda, misol uchun binyordim keldi, la keldi, iyor keldi. Shularni nomini turkchadagi grammatik nomi nima edi? O'shani eslab olsanglar, oldingi mavzular ham nima bo'ladi? Takrorlash bo'ladi. Misol uchun o'tobus so'zimizdan o'zagi nima? O'tobus, avtobus. Unga ga degan qo'shimcha qo'shishim kerak. Ga qo'shimcham qanaqa bo'lardi? Yoki a bo'lardi. Agar so'zimiz unli harf bilan tugasa, oraga bitta y harf kelardi. Ya bo'lardi. Otobus undosh harf bilan tugagan, bunga ni o'zini qo'yaman. Nimaga qo'yaman? Inji ulidan keyin keladi, a qalin ulidan keladi. Otobus oxir inji uli bilan bo'lgani uchun bunga qo'ydim. Otobuse bo'ldi. Otobusa deya olmayman. Noto'g'ri bo'ladi. Turk tilining grammatikasining asosiy mantig'i nima? So'zlarga, fe'llarga qo'shiladigan qo'shimchalar o'sha so'zning oxirgi ullisiga moslashgan holatda o'zgaradi. Hamma so'zlarmi? Yo'q, hamma so'zda emas. Ba'zi istisno holatlari bor. Ularda o'zgarmaydi, lekin umumiy olganda ullilar bir-biriga moslashib kelishi kerak turkchada. Bunaqa narsa bizda yo'q turkchada. O'shaning uchun ham zamon qo'shimchalari iyor misol uchun to'rt xil holatda keladi. Iyor, uyor, iyor, uyor bo'lib. Qolgan qo'shimchalar xuddi shu tarzda. 2 xil, 4 xil, 6 xil, 8 xil holatda harf o'zgargani, ulli o'zgargani hisobiga o'zgarib kelishi mumkin. Bu 4-mashq edi. 5-mashqimizda demak bizga nechta gap beribdi? 10 ta gap beribdi. Ikkitasini mustaqil ko'rsatib beraman. Aşağıdaki cümleleri ye, can, zarf fiil ekini kullanarak yeniden yazalım. Quyidagi gaplarni can zarf fiilini ishlatgan qo'shimchasini ishlatgan holatda qaytadan yozing. Demak, bizga jumlalar bergan, har xil jumlalar, zamonlar har xil bo'lishi mumkin. Biz bularni can bilan o'zgartirib qaytadan yozishimiz kerak. Xo'p, oldin jumlani o'qiylik. Babam gazeta okuyarak kahvaltı etmeyi seviyor. Otam gazeta o'qib, nonushta qilishni yaxshi ko'radi. Demak, arak erekka o'zbekchaga qanaqa tarjima qilardik? Ip bilan mos tushadi bu yerda. O'qib, nonushta qilishni yaxshi ko'radi. Mana shu yerdagi arakni biza keyinga o'zgartirishimiz kerak. Xo'p, qaytadan yozaman gapni. Babam gazeta okuyarak kahvaltı yo'q, okuyarak deymiz. Fe'limizdan o'zagi nima? O'qu. O'quga demak biron bir zamonni qo'shishimiz kerak. Geniz zamon. Demak, odatda har kun nonushtada gazeta o'qish yaxshi ko'rgan bo'lsa, unda geniz zamon ishlatamiz. Fe'limizda oxir unli harf bo'lgani uchun geniz zamonda nima qo'yamiz? Unli bilan tugagan paytda faqat r ni o'zini qo'yardik. O'qur. Endi kenni qo'yishim kerak. Okurken kahvaltı etmeyi seviyor. Seviyor. Nima bo'ldi gapim? Babam gazeta okurken kahvaltı etmeyi seviyor. Demak, odatda gazeta o'qigan paytda yoki ertalablari demak o'qiydi, ertalab gazeta o'qigan paytda nonushta qilishni yaxshi ko'radi. Okuyarak degan fe'limiz okurken bilan o'zgardi. Ikkinchi jumlani ham qilaylik. Çocuklar oyun oynuyorlardı. Bolalar oyun oynayışırken edi. Birden kavga etmeye başladılar. Birden urushni boshlashdi. Kavga etmek urushmoq ma'nosida. Urushishni boshlashdi. Urushib ketib qolishdi ma'nosida deylik. Bu yerda nimani o'zgartiramiz? Oynuyorlardi fe'lini keyingi o'zgartirishimiz kerak. Bolalar o'yin o'ynab turgan vaqtida birdan urushib ketishdi deyishimiz kerak. Ne deymiz? Çocuklar oyun oyna fe'limizdan o'zagi oyna. Bu yerda o'zi o'ynuyor bo'lib şimdiki zaman bilan kelgan. Şimdiki zaman qo'shimchasi uyor qo'shishdan oldin fe'l demak şimdiki zamonda hozirgi zaman qo'shimchasini qo'shishdan oldin agar fe'lim oxirgi ulli a yoki bilan tugagan bo'lsa, men uni olib tashirdim. Olib tashlaymiz. Nima qoldi? O'yindan qoldi. Fe'lda qolgan ulliga qarab turib, şimdiki zaman qo'shimchasini to'g'rilayman. O bo'lgani uchun bizda o qoldi. O'ynuyor qilaman. Agar a ni olib tashlamaganimda nima bo'lardi? Qo'shimcham iyor qo'shilib qolardi. O'yna iyor bo'lib qolardi. Ikki turli yomon kelib qoldi deb oraga ye qo'ygan bo'lsangiz, bu xato bo'lar. O'yna iyor deya olmaymiz.
bu yerda ani, demak, şimdiki zaman qo'shimchasi qo'shilayotganda fe'limi oxirgi ulli harf ulli bo'lgan bo'lsa, ya'ni a yoki e bo'lgan bo'lsa, xususan, olib tashlayman va fe'lda qolgan boshqa ulliga qarab turib, iyor qo'shimchasi to'g'rilayman. O bo'lgani uchun unga uli qo'shimcha to'g'ri keladi. Uyor. Fe'l zamonni qo'ydim, endi kenni qo'yishim kerak. O'ynayotgan. Çocuklar o'yin o'ynayotgan, bolalar o'yin o'ynayotgan vaqtida nima bo'ldi? Gapni davom ettirayman. Xuddi tepadagi gap bilan bir xil bo'ladi. Birdan karga etmay boshladim. Qolganlarni shu tarzda davom ettirsanglar bo'ladi. Demak, bugun grammatika mavzuyimizda nimani ko'rdik? Zarf fe'limizdan keyin zarf fe'lini ko'rdik. Fe'l bilan ham kelar ekan. Fe'l bilan kelganda yo geçmiş zaman, miş, di qo'shimchali geçmiş zaman, şimdiki zaman iyor, gelecek zaman acak, ecek, geniş zaman ar, er, ir, ir, ür bilan birga kelar ekan. Ismlarda asosan joy nomlari bo'lgan bo'lsa, da, bo'limi, durumidan keyin kelar ekan. Sifat bo'lgan bo'lsa, shundoq kelar ekan. Boshqa joy nomidan boshqa ism bo'lgan, chojukka o'xshagan ism bo'lgan bo'lsa, misol uchun, unda dani qo'ymasdan promoy qo'shimchani so'zga qo'shsa bo'lar ekan va keyin qo'shimchasi boshqa holat yo'q ekan, faqat ken degan holatda keladi. Bugungichalik shu yerda to'xtaymiz. Buni takrorlab, qolgan mashqlarni davom ettirsanglar bo'ladi. Mashqlarni bajarib, kitob PDF guruh kanalida bor, Telegram kanalida bor. Izohga yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta javob beraman tekshirib berish uchun. Mashqni bajaringlar, bajarsanglar, demak, izohga yozib qoldirish, shu darsni kommentiga yozib qoldirsanglar, inshaalloh vazifani yozganlarni tekshirib beraman. Bugunchalik shuda to'xtaymiz. Keyingi dars o'quv matnidan davom etamiz inshaalloh. Har bitta qismda o'quv matni bo'lganda, bir joyda ham o'quv qismi bor. O'sha yerdan davom etamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.